Uyg'urlar diyoridagi majburiy emgak haqida ko'plagan uchurlarning tashqi dunyoga oshkora bo'lishi bilan bir qism fidoyi yoshlar Amerika va Yevropadagi magazinlarga yurish qilib, xaridorlarning vijdoniga bevosita savol qo'yish usulini umumlashtirdi. İctimai taratqulardagi sin ko'rinishlaridan ma'lum bo'lishicha, bir qism yoshlar Banana Jumhuriyati, Victoria'ning maxfiyatligi, Nike, Zara qatorli Xitoyda ishlanayotgan dunyoviy markalar tizilgan do'konlarga berib, ulardagi baho ko'rsatkichlariga bu mahsulot Uyg'urlarning majburiy emgaki badaliga ishlangan. Buni setib olsangiz qirg'inchilikqa sherik bo'lgan bo'lasiz degan xatlar yozilgan askartini chaplab chiqqan. Ba'zi markalarning yanchuqlariga bu askartlarni sep qo'ygan. Fransiyaning Parij shahrida Parij yoshlari klimat uchun gruppasidagi fransiyalik yosh o'smirlar o'zligidan bu faoliyatni tashkillagan bo'lsa, Boston shahrida Uyg'ur olimi Maysam Mutallipova buni kengaytirishga kuch chiqarmoqda ekan. Garchi Uyg'urlarning majburiy emgaklari haqida axborot vositalari ko'plagan ma'lumotlarni bergan bo'lsa-mu, avom xalq orasida bu vaqtdagi tushuncha hammali kishiga ma'lumlik hodisiga aylanib ketilmagan. Garchi bu qatimqi faoliyatning ko'lami ancha cho'ng bo'lmasa-mu, bu jihatda bir yangilik bo'lish sifati bilan texnik ko'p kishilarning diqqatini bu masalaga jalb qilish rolini o'ynashi umid qilinmoqda ekan.